O'zbekiston Jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi shoir Omon Abdulla hayoti va ijodiga bag'ishlab buktreyler. Omon Abdulla 1956-yil Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi Savrak qishlog'ida tavallud topgan. Tumandagi 12-son maktabda o'qigan. Universitetning O'zbek filologiyasi fakultetida tahsil olgan. Shofirkon ovozi gazetasida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan. U birinchi umumta'lim maktabda o'quvchilariga o'zbek tili va adabiyot fanlaridan saboq bergan. Barkamol avlod bolalar maktabi huzuridagi Na'matak adabiy to'garagini boshqarib kelmoqda. Uning o'tayotgan kun, sog'inch azobi, najot farishtasi, yonayotgan maktub, hayrat hayqirig'i, armon alangasi, sabr saltanati, sukunat sohili, so'zsiz sevgi, umr yo'llarida, oqqushginam singari she'riy to'plamlari viloyat va respublikamiz nashriyotlari orqali chop etilib kelinmoqda. O'zbekiston Jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi Omon Abdullaning ko'plab she'rlari mahalliy va nomdor san'atkorlar tomonidan qo'shiq sifatida ijro etib kelinmoqda. Na'matak adabiy to'garagini viloyat va respublikaga tanitdi. Uning shogirdlari orasida 20 dan ortiq fan nomzodi, fan doktori, professorlar bor. Adabiy to'garakka qatnagan Shodmon Sulaymon, Nurali Ochil, Amrullo Karim, Nodir Ramazonov, Nasiba Bozorova, Nurbek Salom, Shahobiddin O'rin, Marhabo Umidova, Navbahor Rahmonova, Maqsud Asad, Muhabbat Zohir, Tursunoy Yo'ldosheva, Dilorom Hamroyeva singari bugungi kunda respublikamizda nomlari ma'lum bo'lgan filolog, jurnalist, olim va shoirlar bir paytlar parvozni Na'matak adabiy to'garagidan olishganligi tahsinga sazovordir. To'garak a'zolari ayni damda ustoz boshchiligida ijod sirlarini mukammal o'rganishmoqda. Negaki bu serqirra ijodkor faoliyatida yuqorida qayd etilgan yo'nalishlarda ibrat qilsa arzigulik ezgu ishlar behisob. U she'rlarida ona vatanni, insoniy fazilatlarini, kishilar qalbidagi quvonchu tashvishlarni bugun tinch hayotimizga salbiy ta'sir o'tkazishga urinayotgan yot illatlarga qarshi kurashish g'oyalarini kuyinchaklik bilan sodda va ravon so'zlarda ifodalaydi.